Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar, sahifamizga a'zo bo'lganlar yoki-da endi a'zo bo'layotganlar. Sizlarga bugun men implantatsiya haqida aytib bermoqchiman. Men amaliyotchi, vrach-stomatologman va implantatsiya haqida beriladigan savollarga ochiq-oydin, hech qanaqa reklamalarsiz javob beraman. Bu videomiz tushuntirish maqsadida manfaatli bo'lishligi uchun olinmoqda. Hech qanday reklama alomatlari bunda yo'q. Implantlar haqida bizdan juda ham ko'p so'rashadi. Qimmatmi, narxi qanaqa, og'riqlimi, og'riqsizmi, kimga qo'ysa bo'ladi, kimga qo'ysa bo'lmaydi, qo'yish kerakmi, o'zi yo'qmi, qo'yishga arziydimi, qo'yganimdan keyin qanaqadir muammolar menga keltirib chiqazmaydimi degan ko'pgina mif va haqiqat bor savollar ham bor. Ana endi implantatsiya haqida men sizlarga gapirib o'taman. Implantatsiya o'zi nima ekanligi, qanday jarayon ekanligi va qaysi bosqichlarda qanday amalga oshirilishligi haqida to'liqroq, batafsilroq gapirib o'tmoqchiman. Implant bu yo'qotilgan tish ildizini anatomiyasini takrorlab beruvchi, ya'ni ildiz vazifasini bajaruvchi metal yoki bo'lmasa dioksid sirkoniyadan tayyorlangan maxsus vosita hisoblanadi. Hozir ommabop keng qo'llanilayotgan va ko'p talablarga mos tushadigan implantlar bular dental, ya'ni kichik implantlar hisoblanadi. Ya'niki yo'qotilgan tish o'rnini o'zigagina mos implantlar bo'ladi. Implantlarni barcha insonlarga qo'ysa bo'ladi, faqat ba'zi bir shartlari mavjud hisoblanadi. Ya'niki bunda suyaklar implant qo'yishlikka talabiga mos bo'lishligi kerak. Eng avvalambor sog'lom inson bo'lishligi kerak. Ba'zi hollarda qandli diabeti bor insonlarga ham implantatsiya jarayonini o'tkazsa bo'ladi. Avval sahr ko'rsatkichini normallashtirib me'yoriga keltirib olinadi va ana undan keyin implantatsiya bosqichini o'tkazsa bo'ladi. Implantatsiya bosqichini o'tkazish uchun suyak balog'atga yetgan bo'lishligi kerak. Ya'ni ko'p kitoblarda 18 yosh deb ko'rsatiladi, ammo ba'zida insonlar 18 yosh bo'lmasa ham ularning suyaklari balog'atga yetgan, ya'ni implantatsiya jarayonini o'tkazishga mos bo'ladi. Bunday holatlarda ham nisbiy qarshi ko'rsatma bilan implantatsiya jarayonini o'tkazish mumkin hisoblanadi. Bu narsani nega aytib o'tmoqchiman? Ko'pchilik ota-onalar yoki bemorlar, men hali 18 ga kirmaganman, implantatsiya qildirsam bo'ladimi? Ba'zi joyda o'qidim, implantatsiya qildirib bo'lmasa ekan deyshadi. Yo'q. Qildirsa bo'ladi yoki bo'lmaydisini aytish uchun avvalambor maxsus tekshiruv rentgenlardan o'tiladi. Suyakning holatiga baho beriladi. Agar suyakning holati ideal darajada yaxshi bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan implantatsiya jarayonini o'tkazish mumkin. Chunki yosh bemorlarda implantatsiya jarayoni muvaffaqiyatli tugallanadi. Chunki ularning organizmida implantatsiyaga qarshi bo'ladigan narsalar kamroq bo'ladi. Shu sababdan ham implantatsiyani 18 yoshdan keyin o'tkaziladi degan tushuncha bu shartli tushuncha hisoblanishligini tushuntirib bermoqchiman xolos. Eng avvalambor implantatsiyani o'tkazish uchun implantatsiya jarayoniga tayyorlanish kerak. Bu uchun maxsus KT rentgenlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu rentgen maxsus implantatsiya uchun moslashgan rentgen bo'ladi. Bunda suyakni 3 o'lchamda ko'rib olishlik mumkin. Faqatgina old tarafdan yoki orqa tarafdan emas, uning kengligi, uzunligi va aynan balandligini ham ko'rish imkoniyati bo'lgan shu ma'lumotni bizga taqdim eta oladigan 3D rentgen albatta muhim sanaladi. Bunda suyakning holatiga baho berib olinadi. Suyakning qattiqligiga, uning balandligi qanaqaligiga, kenglik darajasi qanaqaligiga va suyakdagi qon aylanish qay darajada ekanligini suyakning holatidan kelib chiqib, vrach belgilab oladi va shunga mos tarzda implantlarni tanlab oladi. Ana endi implantatsiya o'tkazish kuni belgilab olingandan so'ng siz vrach qabuliga borasiz va implantatsiya o'tkazish uchun maxsus xirurgik xona ajratiladi. Bu xonada steril muhitni saqlab turgan holatda eng avvalambor anesteziya qilinadi. Anesteziya so'zi bu og'riqlantirish deb tushunishingiz mumkin. Ko'pchilik bemorlarimizdan beriladigan savollardan yana bittasi, implant qo'yguncha shu sohada qanday qilib og'riqlantiriladi? Ya'ni umumiy og'riqlantirish narkoz ostida bo'ladimi yoki mahalliy aynan shu sohadagina og'riqlantirish amaliyotini o'tkazib implant qo'yib berasizlarmi deb so'rashadi. Odatda implantlar mahalliy og'riqlantirish ostida qilinadi. Bu degani siz o'zingizni anglab turasiz, aynan shu sohani o'zini muzlatiladi va o'sha sohada implantatsiya bosqichi amalga oshiriladi. Implantlarni qo'yishni bir necha xil usullari bor. Bu usullarga hozir to'xtalib o'tmaymiz, ammo implantatsiya o'tkazish jarayoni
qariyb bitta tish uchun taxminan 15 daqiqadan 30 daqiqagacha vaqtni oladi. Hozirgi kunda implantatsiya rivojlangani sari bu vaqt doirasini kamaytirish ham mumkin. Mana shu amaliyotlarni bajarishning hech biri og'riqli bo'lmaydi. Hech birida siz og'riqlik va bezovtalik sezmaysiz, chunki hozirgi kundagi og'riqsizlantiruvchi vositalarning kuchi nihoyatda yuqori hisoblanadi. Implantatsiyadan keyin qilish kerak bo'lgan narsalarni va qilish mumkin bo'lmagan narsalarni boshidan oxirigacha tushuntirib bo'ladi. Bu narsalarni siz diqqat bilan anglab, eshitib olishingiz kerak bo'ladi, chunki implantatsiyani muvaffaqiyatli chiqishini yana bir unsuri bu implantatsiya jarayonidan keyin qilinadigan ishlar hisoblanadi. Ya'ni implantlarni ehtiyot qilish, nima qilish mumkin va nima qilish mumkin emasligini nazarda tutiladi. Siz maxsus shifokorning maslahatini olganingizdan keyin ana endi o'rtada kutish periodi boshlanadi. Ya'niki implantlarning sifatiga, suyakning holatiga, implantatsiya bosqichi qay darajada amalga oshirilganligiga qarab siz ma'lum bir muddat davomida implantlarni suyagingizga birikib ketishligini kuchingizga to'g'ri keladi. Bu bosqich 15 kundan 4 oy muddatgacha bo'lishligi mumkin. Shu tafovutlardan kelib chiqib, sizning qayta ko'rikka kelish vaqtingiz aniqlanadi va siz og'iz bo'shlig'ini, gigiyenalarni saqlagan holatda, preparatlarni to'g'ri qabul qilgan holatda aytilgan kunda stomatolog vrachingizni qabuliga qayta yozilasiz va borib ana undan keyin implantlarni ustiga qo'yiladigan maxsus abatment degan bo'lagi bo'ladi. Ya'ni qo'yilgan implantlar suyakning ichida qoldi. Bu suyakni ustida qolgan qismni ustida yana bitta implantning bo'lagi, abatment degan bo'lagi bo'ladi. Aynan o'sha bo'lagi qo'yiladigan kunga kelinadi. Ana bu abatmentlar qo'yib olingandan keyin shu abatmentning ustiga siz maxsus tish koronkalarni tanlaysiz. Implantatsiyadan keyin qanaqa koronkalar qo'yishligini vrachingiz bilan maslahatlashgan holatda implantlar ustiga tishlarni qo'ydirib olasiz va implantatsiya yakunlangan hisoblanadi. Ammo siz doimiy tarzda stomatolog ko'rigida albatta bo'lib turishingiz talab etiladi. Ya'ni har 6 oyda yoki 1 yilda hech bo'lmaganda bir marta stomatolog ko'rigida bo'lib turishingiz albatta shart hisoblanadi. Chunki implantlarga kafolat so'rashadi ko'pchilik bemorlarimiz, ammo kafolat joyida doimiy muntazam stomatolog ko'rigida bo'lish kerakligini esdan chiqarib qo'yishadi. Implantatsiyada yana bitta xato kamchiliklarning bittasi doimiy tarzda narxlar izidan quvishdir. Ya'niki narxlarni taqqoslab har doim ham arzonrog'iga shoshishlikdir. Yoki bo'lmasa qimmat, bunisi yaxshi deyishlik emas. O'zini statusini, mavqeini ushlab turgan yaxshi implantlar, premium klass implantlarni qo'ydirishlik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aksar implantlarni qobiqlari, aksar implantlarning metallari deyarli bir xil bo'ladi. Ammo ularning ichki strukturasi, qo'yilgan tishlarning qimillab qolish ehtimolliklari, rezbalarni mahkam doimiy zo'r qotib turishligi uchun maxsus sertifikatlangan implantlardan foydalanishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shunda muammolar kam bo'ladi. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, qaysidir joyida savollar paydo bo'lib qolgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib yoki bo'lmasa bizga savol yo'llashingiz mumkin. Biz albatta sizning savollaringizga javob beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.